8-ci ay olğan çağda biz set sumumuzu 200 min so'mda aşırı etimiz. Bizge 2 maşin berdi. Ayakta yani 7% var. Meni quravimba mashinam yo'q mezgil. Köydüm jumu ilqi Rustam kamga. Voy jinim aka 100% qilayli bu ishni. Oxirini o'qima. Men xiyolimdagi mashina haydab jag'saylar kiyib bo'ldim men. Arzu qilsam va. Ening kayindan 1 yilning oxirigacha biz ne gapirdi? İşkir o'liklar gapirib, zavotlan seyrat qildi. Qanday dedi? Aka qo'lingni bo'ldi, men 5 ming so'm chiqirma aka, gap yo'q. Amsa 5 ming so'm pulingni tayaqil, ata soat 10da jag'say Gulxan uçurishimiz. Şirketlik şirketlik pullarımız ensken karmayı berip, karmayına vakalet salımızda. Ayşe şirket berketini içip, iyilik diyen tiklap ay, ut çıkır etmez dedim. Makul akadır. Direkt edip, azırak mangan diken. Doktor üçürü itelimin. O şunda yuşurduk ya bu. Tok, öyle gelip, azırak tayarlığımını kılıp, hem de iyilik tikleydiğin karmayı mağmen koy. 5 min so'm pulim dadamlarga yaqamayli yan chiqib sedib mansam dadam nega dedi. Dada iyilik tiklep. Qayerga dedi? Qarmayga. İyilik tiklemsa dedi. Tiklep bo'ldik. Qaya iyilik qo'ymagan nisbatan. Kim biladi dedi? Va Rustam kam ishimiz berib dada. Voy bu jiqjari sen severin yetmaydi bunun uchun. Bo'ldi dada. Bo'ldi apa qo'sh bo'ldi men apam. Ya balaman to'g'ashdan bir ishkini yevag'ini hamsa yo'lga dedi. Voy bu taladan nan tep ketgan odam uydan nan tepman apa bu qo'ygina bo'ldi. Dehşet aksa cuma men. Gulxan'a çıktım, Rüstem geldi, ikimiz golcuğa kırdık. Hazırgıça iniq yadımda. Poçta bankisi de bir bankı var, golcuğdaki bidi hazırda. Aşağı geldik, şunlarla bu şirketlik telefon urup. Ben kan numarını evet vermem, 10 min so'm pulni urunglar dedi. Urdi, qo'lini berdim, tiqdi, hoplıqla kirketdi bu pulni. Ay, bir çataq hop qolmas deb yana qo'rqimay, jiq pul 5 min so'm manga. Ya Rüstem kam o'sha ishdan bir masal chiqib qolmasam, kitobni ichib ketib taya. Napoleon nim dedi efka. Ishkilangan odam menga g'alaba qilmaydi dedi. Ashtaqli gaplarni qildi bu. Ha bo'ldi. Depla qatnashib berib, ayirib alqa avtobus biletini elib mangdigan bo'lib ketib barmiz. Sadigan ketaylar. O qarmayga berib, naning dukunni ochimiz. Naning şirketini qilamiz, nimi yeymiz, nadi yetib qo'pimiz deganni timoqchilik o'ylab qo'ymabdim degan men. Shunday alqi dashchi qatnashga bordik, avtobus bilet 150 so'mga, mening qishimda 350 so'm pul bor, 150 so'mga biletni oldik, 200 so'm pul yenimda qoldi. Buning qishida shu 150 so'mdan boshqa ortiq tiyimi yo'q nimiga degan bu. Bu biletni gansa jisa bo'ldi. Avtobusga tushiblar ketib boramiz, ammo o'chaqga hisiyatim kamigan xiyollar kelib ketayotgan qo'm, qarmay uylik tiklab mangdiqda biz. Avtobus shu bayandaylardan, yengyalardan o'tib, go'zigo yomon chiroyli ajadimda ketib qolgan chaqda yetib xiyolga tushdim men. Yey. Qarmayga bossam iyilik dedi. Ha, shiqini ko'tiraman, mey bo'lib ketgan iyilik. Oy, endi baxtning ichida Ro'zaxon. Ben uyga berib şirket açımız dedim, şirket açkan ekan. Men Ro'zaxon demdi, ya Ro'zaxon jingli demdi. Avuşta xiyal qildim, Rustam mediatida. Jingli de qanchasma. Ya Rustam aka. Şirket açkan aka men Ro'zaxon demdi, Ro'zaxon jingli demdi. Oy, Ro'zung sen, Ro'zung. Sen Ro'zung bo'lsan. Sen Ro'zung bo'lsan, men Rustamga aytdim, men Ro'zung o'laman. Xiyal qilatamsan dedi. Ha, xiyal qildim. Qilib mushtaq mana. Napoleon Hill nima dedi? Odamning qalisiga bayliq, yarasi bayliq deyjiq dedi. Qilib. Rahmat. Xiyal deganni qilib ketib barman. Do'q o'ylimdiga o'rindiqlarda o'tirib ketsam. Katiplerim kirib, Ro'zon çay içeceğimsiz, kahve içeceğimsiz. Bo'ldi, çay içey. Çaylarını koyup, putlarımı töküp olsa. Ro'zon kapıma putunuz çay töküp aldım. Bana işten bamaydı desem. Bizim Ro'zon dehşet kimdir? Dep kestim. Ya Rustam aka, ben yaqinda oylandigan o'rindiqda o'tirmanman o'shaqda.
Айландыға, мандақ айланмайсам, мұштақ айландығанда отырса сән. Мұштақ қарватының ұңшап бірмесам мұштақ қып жо. Қылева қиялын қылева. Аз мені ішханам кірсен, ішкілен чекеп кір жұма. Сақам, сенің ішханам кіресінен ажет жоқ. Менің ішханамда бір компьютер, сенің алдыңда бір компьютер, бір кнопка. Мұдал бес қойсаңда экранды мен шықымай қара. Рүстем ака ал десең, мен шықымай. Мошындақ маңы да бұ. Şirketin bizge işki maşin berimiz deydi. Rüstem kamның pravı yok. İşki maşinga may qo'yib жүргенше qimmatlarga birla maşin qisaqli bo'ldi ekan-ku. İşki maşin kim aydaydi mendan boshqa? Ya Rüstem aka. Ha, kitap o'qiytibdi u. Ya işki maşin bersa davatma aka. U sende prav yo'q, u işki azay işki maşin aytganda qimmat qilib bir maşin aytsak bo'lmadimi aka? Saqam, deshit men naq kalanchlaytgan seninki. Napolyon Hill nima dedi? Tapqan puldan tijgan pul ulug' pul dedi. Mana. Bu haydaysa men nima ish qilmayman. Sen bunday haydab yursa bo'ldi. Bek mashina haydab dadamlarni oldiga o'tag'izib, qanday qildi ekan dada igilik degan. Mana tikildim deb ketib bormay xayolimda. İşkimiz zoom bo'lib oldik-da. Men uni ruzon deyman. O meni rozon deydi. Va, aptuzni bo'ppat bizga. So'xallar chiqadi. Ha, rozon, chin. Ya, rozon siz men. Sizlab bir-birimizni jima. Aptuzliklar hayron qoldi. Ishki zoom bilan mengibdimiz jima. Hayron qoldik-a. Sa yomon aqsa. Kech soat 2da bu aptuz qarmayga keldi. Kelib shuni bilan bir yo'lni bo'ydi to'xtab, endi boshlandi bu hikoya. Köygülük endi boshlandi. Abduzlan kech soat 2da qarmayga keldik. Sadan ketaylar, men tez anglab turinglar. Shuna u qarmayliqlarga qara, uning ichidagilar Abduzdan tushib chamadonlarni so'rab g'aqirtib ketdi. Birlar ashadin tashiylan bo'labli ketdi. Abduzmi ketdi. Bu ishki zo'n bir chiroqning tugidili qoldi qara. İnsanni tonimaymiz qaramayda. Shundan men sal umcharashga boshladim. Ne görmüyoruz Rüstem aka? Ne görmüyoruz? Deydi bu. Oy, qine bizning şirketler. Manda çaylan kapitana şey qışqıl bo'lmadi. Onu men xiyol qil dedim seni. O xiyol o endi tiklaymiz onu. Oy, endi ko'rmankanda. Qanday qilmasam, jira bir yataq barayli-da, bir yataq berib. İşki zo'n petimizdan tushimidoq yana. Ha, zo'n bo'ldi. Kiradoq shundan bir o yataq 150 so'mga. 200 so'm pul qoldi-ku menda. Ba'dam 150 so'm yataqni ochdi, 50 so'mni zaklatga tutib oldi ekan. Ha, nima zo'n deblar. Zo'n biz texcha. İşki qani ba'di, ishkimiz bir yataq kiriblar. Qo'saq osh. Ya aka, qo'saq yemayishga biz shu ulju degan tomoq bilan-da. May hikoyada tomoqni yeb yemanje qo'yibdi. Aka, qo'saqni to'yg'izib olaylik desam. Napolyon Hill nima dedi? Yataq qo'saq, keta qo'saq dedi. İşte bo'lmaydi bo'ldi. Ashyosan seshatsa kerak bo'ldi. Anda Napolyon Hill deganki yomon bir ulug' odam deb, yomon cho'ng ko'rib olmankanda. Bo'ldi deb shunday kirib yetib qoldik. At degan soat 6 qo'yib qopdi bu. Men 9largacha 8larga uxlab qoldim. Kitob degan o'qidi. Ya, rozon. Qo'pa dedi. Oy, nima oy bu deb yotaylasam. Napolyon Hill nima dedi emas adamga? Sen qo'pqa qushqash bir taldan ushqaydi dedi. Oy, bijira mana. Voy, o'z ko'zimiz yop chiqdik. 7lar bilan chiqib. Nima ish qilmaysan, bozor kuzimiz dedi-da, o shirkatga tilib ursak, malni bir haftadan keyin sep beramiz dedi. Pulni urib atdik. Ya bozor kuzasa kuzdaylar, avval bir qo'saqni to'yg'izib kuzdaylar aka deb bir nashtaxon kirib, manta aytgancha bilan qilib, 50 so'm pul qoldi-ku yataqni qaytarib aytgan keyin bizga bergan ilqi. Zaklatdan 20 so'mga nashta pashtin qilib, 30 so'mi qoldi-da, nashtan tugatib, bozor kuzdimiz deb 10 tim pul yo'q beshkimizda shu 30 so'mdan boshqa. Başlamada kichik do'konlarni kuzatdik. Doğru do'kon, yemek-ichmak do'kon. Keyin bu ay zaga Allohga kirdi qara bozor kuzdi. Bu bizga tushamdi degina u.
Kaç dişi dukallar ne küstü duka. Aka 10 tiyim pul yok. Bunda bizge çüdüğün bir eylem küsteyle baza küstesek masam. Çoğun xiyal kıl. Kitabı eyle bir geplen koydum aga. Saat 1 oldu. Kosak yana açıtke qara. Aka kosak hemen içip ketdi birinim. Yeyle saat 1 oldu desem. Jire. Sen çıdamaysan kedi ameliyat özüm üleyde kaldı ya. Bir aşkana kirdik. Lağmen endi bizning yeydiğimiz. İşki lağmen yedik. To'g'lan yegimiz bor, lekin pul yetmaydi. Shu qag'ida 30 so'm pul. İşki lağmen yedik, 15 so'mda 30 so'm pulni berib, endi gangsa, jisa. Qo'rqib ketdik-da bu ishimiz. Shuning bilan menga bir ansizchilik kirib bo'ldi. Kechdi qayerda yotamiz? Pul unutdim yok, mendim yok. Yani çanda o'tmay bu Rustam aka jire deb yana bozor kuzatib, ishonsanglar, kech soat 9:20 bo'ldi. Ko'chada biz kuzatgidek bozor. Edemmi qamidi juma ko'chada. 10 bo'lgan chaqda ya aka endi bo'ldi bozor kuzatishni to'xtataylik. Ya jinim aka yataqning gapini qilmay turaysan aka. Qo'saq taranishib ketdi. Avval birinim yeyli bir amal qilsam, "Voy, yataq qo'saq, keta qo'saq" deydi. "Ey, shu bir yataq bir yering bo'lsa, keta o'qisaq." Yatağın bo'lsa, anani kishida o'qisaq. Qarang kelsa qo'ysa, "Voy, yataqqa ham topdilar bo'ldi ava." Shu bir yataq bir yering bo'lsa, keta o'qisaq. Yatağın bo'lsa, anani kishida o'qisaq. Qarang kelsa qo'ysa, "Voy, yataqqa ham topdilar bo'ldi ava." Voy, terik va to'g'ri dedi meni. Ajire men yataqni amal qilma dedi. Ha, bana pul var ekanda deb. Yataq ochadigan bo'ldi bu ishdan kelishdik. Akşam biz yataqqa body bu. Beram yataq ochadigan odam berib zo'ntayga boradi-ku. Bu bo'randek beribla. Zo'ntayga bormay sapa qilib oldi dedigina, yaqinda qo'yib qo'ygan. Ya foya, go'lay dedi burga. Shen deb keldi. Jintiya men shan woman lay vuga takho. Tama lay ho woman kay vuga fajan. Habho dedi. Ha dedi. Davcha dedi. Çay qo'ydi da bizga. Rustam ka, bu nening bizning 5 yataq ochimiz? Nening bizning cho'ng xiridalar keldi, unda yaga yetsam, uxlab emersem işte de bu da. Onun aşkan yatıq ekan o. Ey, ha, hayran qilyapman shu. Bo'pti deb po'xil tushdi, men hech olim qolmadi ish qilibdim ag'ri. Po'l tushdim shuna. Yerim soat keyin, ay shen deb bizni o'xatdi o'qitib. Nimada qo'shimish qolay. Maşanlay dedim. Yanı çay qo'ydi, men ahkom ol, çay qo'ydi. Tarangishib ketdim. Ey, cici. Nan yomu nan. Nan yoma. Miyo dedi. Yılq apamның ішкі тоғычыны evamığınımға. Buyan kız apamlı göründü gözümde ama nan bir dağındak lan. Geç saat 13 falan çaktı. Şen ne biley. Qo'rq ketdim. Amsal o qaqdalmıрақ pishib tike var. Talasib, "Ey! Ya, turgan aka, bununla beşadi ish qo'ydik yataq ne deb. Gansayla ya deb kirib yana po'g'il chiqdik. Bilpol deb bayqushlama. Bizda tiyinning yo'qligini, sapadi tang'i atqizishni, pulallig'imizni bilpol deb ola. Degan soat 7da chiqirib etdim, chiqib ketdik, chiqib sapani tuyfan qilib etdik. Qo'ytirib ichish kerakda. Tuysa qilib etdik. Tuysa oldu ki o. Çıkıp ya Rustam ka. Tarangishib ketdim jinim aka. Biz 1:24 saat bo'ldi ya benim yemigini. O'lib qolmayli bir iyilik tilaymiz deb kelib menga. Mendim gampir birden qamidi sen bir amal qilmamsa dedim. Bu Tursh Mehmet'te bir ağın suatga şonatılib bordi. Aba kanımırın evet men bir amal qilib pul urpirma dedi de. Amal qilib dedi o. Urpirma demedi. Buldu daş, buldu. Turşmet pullurgan buldu dep. 65-42 o yette dep kanumurun. Evet bedi. Yetti de endi banka qilib odik. Şuningdan boshqa chiqish yo'limiz yo'q bizdan. Bankini assa, valla xudoqli kadın pulini chiqirib, tomoq yesak bo'ldi da. Qoldi o egilgan oyoqda. Yetti de banka bosaq, o banka degan 8:20 da to'liq ish kuchitga. Turib ketib bankini oldidan turib, vaqtning o'tmigi shunday bir mushkul o'tib barda. Ya Rustam aka qanday qilamiz aytsam, Napoleon xiyol beka xiyol qil degan. Tafakkur qilaylik. Nimin tafakkur qilmasam, bankini oldiga bir shirvag'o, og'izda tashva. O'sha shirni og'ziga tashni qanday tiqqan?
Şu yaydığını bir nimesi yok. Aşk hep tıkkandı o ne? Yaydığını olsa benim yeme çocuğuna taş yoravatı da bu şır. Yağıstaylık mı değil mi bu şır ne mi? Ankara. Ahire saat 8 oldu. Təlimizge banki içildi. Kale işkine kale işkine içildi. Attık cuma ilk bir kallan talak bağla koyup kışınınkine. Koyuversen eğilge kandak atıdı özüne. Açtak attık. Üç basaklı baban. Ya tukta. O tekrar tazlaydı o, retlaydı. Anasını bir jığını içip inin kendin kirgisler dedi. Pulalımız biz içetkine bulduk ha. Bu kaydı var. Cankon da emin körüp durdu. Anak hicalet kımalı yerim satırınla. Mada dirizden kardım banka. Karsam. Vay yama işicikke birileri süpürüp atıdı, birileri bir talılarını retlav atıdı. Ağacı bir bankadan forumuz kuyuyan bir hedimiz. Aslında takip ma işini içip işçi kirip bunu takip edip, bana takip edip bunu içip, bunu takip edip, meşekke içip, işte aynı tip var. Vallahi kadar içi versen değil mi? O yak bu yaktan kılıp ahire 8'den 15 minut ötken çağda işini içip etti. Uçtuk. Berip dışına Allah. Hadi ama kadık pulunu yıpırmasak sakam tek pul kemidi. O bankalarning bexatarligi uchun bizning davlatimizda halqa pulni akitib kunduzi ekbir degan go. Pul kemidi. Sal turib kelinglar, yana bir 20 minut bor dedi. Sta, hey bir kas bo'latdi go buni pul. Endi jiq ursa ya 100 so'm urdi o ag'insi. Ya 200 so'm uradi. Endi u bir dehan tursa. 20 minutga bir qora mashina keliblar. 15 xoltadagi pulni ko'tarib akirdi bular. Akirdi Rustam. Bizning pullarimiz keldi yana.